qanday edi masalan so'z surut bilan. Bilan 56 yoshga kiraman aka. Chak-chak yotadilar, biroq shavqinlov, kullarni osmonga otib. Mana o'shanda nima bo'ldi ekan deb ham sharif masalan she'r. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va hurmatli do'stlar, umid qilaman har yerdagi bo'lsanglar sog' salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, yonimizda bir faol xizmatkorlaringiz, To'rul Soliyan qo'yni xizmatkorlari bo'ladi. Hamma kim taniydi, bozam yana o'zlaridan so'raymiz, o'zlarini tanishtiradilar. Undan keyin bir qancha savollarimiz bor, baxir bizlar bilan bo'lib to'xtaylar. Hoji aka, o'zingizni tanishtirsangiz. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Aziz inog'am Bobirdoya, mana o'zimga ma'lumman, xizmatyor ham o'zimni bilan beri qamlar yaxshi tilab kelaman. Hoji Tojdin Anto'ya otame taxallus etaman inog'am. Biroq xizmat bo'lsa omadam mavlay. Tashakkur hoji aka, siz qancha yildan beri mardimni xizmatida bo'lyapsiz? Biz faqat bilan 56 yoshga kiraman akajonim. Faqat 24 dan boshlayman xizmatgoring to mana shu vaqtgacha Xudo rahmatidan qamlardan ixlosman. Bilan ham xizmatda. Xo'sh, siz qaysi xizmatlarni mardimga yetasiz shu vaqtlarda? Xo'sh, bu xizmatiga avval degani jamiyat vaqtida ukam. Unda xizmat qanday edi masalan so'z surut bilan. Ko'rdiki, birodarjon aytsa mana Xudo rahmatining Imarat Islom keldi. Kallazni ochdilar, bu hisob kitoblar gunoh, mana ro'y rostga da'vat bo'linglar. Mana boshqa bir qismi kamol topinglar deb hamma hunarmandlar, masalan o'qigan, chalaklar ayt, shunda da'vat berdilar. Sonra bizlar bularni sadosal labak aytib, mana intihob eting, nat, tarona ham sharif, masalan she'r, mana to'y tomoshalarda inshaalloh qamni xizmatda to'xtab yuribmiz inshaalloh mana shu bilan Ilan Imarat Islomiy kelindan beri mana shu hisoblarni peshiltamiz. Yaxshi. Hoji aka, siz shu ko'proq go'rash bilan o'g'loqni peshiltasiz. Kavdan ham rozimisiz? Men o'g'lonam peshiltaman. Baydoyat Mo'ysabit otalar va go'rashlarni ham men kavdan ham roziman va cho'pondodlardan, otnigilardan, hatto sayislardan ham, saylbilardan ham qo'shman. Va go'rashni akamoy maydoni bor, polvon yigitlar bor. Mana qamlar Xudo rahmatining ixlosi bor. Masalan, bir yaxshi ro'y bo'lsa da'vat beradi inshaalloh. Gardanni qilday qilib kelamiz, xizmatlarga to'xtab, mana nashalanib turib, qamlar xizmat yuribmiz inshaalloh. Hoji aka, shuncha vaqtdan beri siz ishlayapsiz. Mashhur qadim polvonlardan, avval polvonlardan to hozirgacha bir nechtasini otsangiz? Avval polvon bizlar o'sha vaqtni maydabacha edi. Abdurahmon Aymoq deydi, Karim polvon deydi, Saydil polvon deydi. Masalan, Abdurahmon deydi, rahmatli Xudo yo'qlan petalada qo'shadi ekan. Hammasini Ildaydan nattoqli etamisiz? Ha, shularni bo'lsa Ildaydan nattoqli etaman, ularni yoshi bizlardan balandroq. Masalan, mana Tojiddin polvon bor, mana Abduxoliq Kuyi bor, masalan, Tillo polvonlar bor. Mana shu yigitlarni Abdulamid polvon rahmatli bordi, shularning damida ilonot beraman lekin. Shu hozir Samti Shamolda qaysi viloyatlar polvonligiga pesh bilasizmi? Shularni siz ko'p go'rash bilan qatnashasiz? Filan viloyati Foryob zamin, ya'ni To'rul Soliyan Qo'yboston ham shuni shumilda ukajonim. Qaramon makka polvonlari bor, lekin bir gap bor. Filan mana shu yerda borlari, ya'ni Qori Soyib Shukurullo polvon bor, Ibrohim polvon, Abdulmannon polvon, masalan Amro polvon, mana shunday qamlar Bamro shogirdlari yaxshi polvonlari bor yonlarida. Man degan shular avvalin polvonlar. Va lekin shunday qaviy yigitlar ko'psi nechtasi muhojir, musofir har joyda nima uchun deganda mana ro'zg'or taqozo qilmaydi, yo bo'lmasa nima kam ro'zg'or uchun shunday rizq halol topaydi, shoqlay ketyaplar. Yaxshi polvonlar xorijda ham bor. O'sha hisobdan men cho'tlayman. To'rul Soliyan Qo'yboston va shumli Foryob zamin va viloyati Javoz mana shular inshaalloh Afg'onistonda makka qaramon polvonlarni bor deb cho'tlayman. Siz voleybol nima uchun pesh olib bormaysiz? Voleybol seviy vilayam, men sizga bir gap aytsam, mana shu bir tilpini seviy tushmayman. Bir voleybol ham, bir ham mana shu qarta deydi, birga gurring mana shu hisoblanaman. Avvaldan oxiri shu seviyaman, shular bilan yo'q ham bilmayman ham. Mana shu voleybолda chak-chak yotadilar, biroq shavqinlov, kullarni osmonga otib. Men o'shanda nima bo'ldi ekan deb hayron qolaman. Bironta aytib bersa aytaman, bo'lmasa o'zimdan bilib, o'shanga men balat emasman biloxira. Ishilib ko'raman yo'q deb o'ylayman. Tashakkur hoji aka, salomat bo'ling. Yana bir savol. To'rul Soliyda qariya qatnayursiz. Qaysi ulusoli, qaysi qariyalar mard kelgan mehmonlarni yaxshi izzatlaydi? Xudoga shukr, endi ulusoli Xoncharbog', Qaramqul, Qo'rg'on, Anqo'y, ha? Bularni hammasi qobil ta'rif. Mana bunisi bundan yaxshi deb bilmas. Bir-birovdan yaxshi. Hammasi mehmon, do'st. Shu to'rib topsa bir g'ariblar, hatto men sizga bir gap aytay. Mardikorlar ham qiladi, shu hatto g'alta maydasi bozorda
to'rt ro'pa topsa, ikkita oshnosi bilan ijobiy topdi. Hamma turli soliyan qo'yib olsin, qamladan ham roziman. Voqean ham mardimdor, mehmondo'st, bir-biriga Hasan Husanday o'zbek turkman, bilohra bashimni tamom musulmonay jon, musulmonay turli soliyan qo'yib olsin, hammasi inoqdan ham javob kelgan. Hammasidan ham rozi va hammasidan ham tashakkur, hammasi mehmondo'st. Tashakkur hoji aka. Yana bir savol yodimga keldi. Shu to'rli savollikni katta-katta to'ylar bo'ladi, o'zingiz xabaringiz bor. Va katta-katta voleybollar bas Samchamoldan polvonlar keladilar, katta-katta voleybollar bo'ladi. Bular dalili nima buni? Buni dalili avvalo Xudoy pok Parvardigor olam amri bilan. Undan sonra muisabet otalarimiz bor, ko'p o'sha muisabetlar bor, ya'ni yoshlar borki, qaradorlar, yoshliklar, muisabetlar, mavlolar, mana mujohidlar deyali. Imorat Islomiyani kategoriyalar, masalan, Ulusol sohiblar, amniyalar, hisobot nayanil munkar mudiriyatlar hammalari ittifoq itoatlar. O'shaning uchun hammasi mushni bir joyga qo'ygan, o'shaning uchun ittifoq itoatli Hasan Husanday topiyalarni mana shu to'y tomosha qilib, inshaalloh bir-biriga bo maslahat, ota o'g'ilday pishitadilar. Mana shu savobi mana shu ittifoq bilan birodarim. Ham ittifoq ekanda. Tashakkur hoji aka, salomat bo'ling. Xudo sizlar mana hoji akaning qissalarini eshitdinglar. Tashakkur sizlardan ham. Shu hozircha bizlar bilan bo'ldinglar. Tashakkur hoji aka. Tashakkurim rizo bo'lsin. Tashakkur eshitagan ko'rakolardan Xudo rahmat etsin. Tashakkur, salomat bo'ling.